Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani gaplashaman. 2029 yilgacha narxlar nima bo'ladi? So'm qadrsizlanadimi? Pensiyalar va ish haqlari qanday o'zgaradi? Oddiy odam o'z pulini qanday himoya qilishi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki non, go'sht, benzin, kommunal to'lov, dori-darmon, kredit, ijara va pensiya miqdori bitta narsaga borib taqaladi. Davlatning iqtisodiy rejasi va bozordagi haqiqiy narxlar qanday yurishiga. Men bugun bu masalani oddiy tilda, lekin ekspert sifatida sabab va oqibatlari bilan tushuntirib beraman. Chunki ko'pchilik faqat bitta savol beradi. Narxlar yana oshadimi? Men esa sizga faqat ha yoki yo'q demayman. Balki kim ko'proq xavotir olishi kerak, kimda imkoniyat bor. Pensiya oluvchilar nima qilishi kerak? Kredit olganlar nimaga e'tibor berishi kerak? Tadbirkorlar qanday reja tuzishi kerak? Hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, agar siz maoshga yashasangiz, agar kredit to'layotgan bo'lsangiz yoki yaqin yillarda uy, mashina, yer, texnika olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tahlillar odamga pulini, vaqtini va asabni tejashga yordam beradi. Avval vaziyat qanday edi, endi nima o'zgaryapti, shuni aniq tushunib olaylik. Oldin ko'p odamlar narxlar oshishini oddiy qilib bozor qimmatlashdi deb tushunardi. Lekin aslida narxlar bir nechta sabab bilan oshadi. Birinchisi pul ko'payadi, ya'ni iqtisodiyotda so'm massasi oshadi. Ikkinchisi import qimmatlashadi. Chunki dollar yoki boshqa valyutalar kursi o'zgaradi. Uchinchisi energiya, yoqilg'i, transport, gaz, elektr, logistika narxi oshsa, har bir mahsulot tannarxi ham oshadi. To'rtinchisi aholining daromadi oshsa, talab ko'payadi. Talab ko'paysa, bozordagi narx ham ko'tarilishi mumkin. Endi 2029 yilgacha bo'lgan reja haqida gapirganda asosiy e'tibor 3 ta yo'nalishda bo'ladi. Inflyatsiyani nazorat qilish, aholining daromadini oshirish, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni bosqichma-bosqich ko'paytirish. Lekin bu yerda juda muhim farq bor. Nominal o'sish va real o'sish. Masalan, pensiya 10% ga oshdi deylik. Agar shu davrda narxlar ham 10% ga oshsa, odamning cho'ntagidagi real foyda deyarli o'zgarmaydi. Agar pensiya 15% ga oshib, narxlar 9% ga oshsa, ana shunda real yaxshilanish bor. Agar pensiya 10% ga oshib, dori-darmon va oziq-ovqat 20% ga oshsa, pensioner buni yaxshilanish deb sezmaydi. Shuning uchun men sizlarga har doim bir narsani aytaman. Rasmiy raqamni ko'rganingizda uni albatta oilaviy xarajatlaringiz bilan solishtiring. Siz uchun inflyatsiya umumiy statistika emas. Siz har oy sotib oladigan mahsulotlar savati. Bir oilada xarajatning katta qismi ijara va oziq-ovqatga ketadi. Boshqa oilada kredit va benzin muhim. Pensioner uchun esa dori-darmon eng katta xarajat bo'lishi mumkin. Demak, har kim inflyatsiyani o'z hayotida boshqacha sezadi. Endi 2029 yilgacha nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa to'g'ri reja qilsa yutqazmaydi. Shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala narxlar. Menimcha yaqin yillarda narxlar to'xtab qoladi, hamma narsa arzonlashadi deb o'ylash xato bo'ladi. Bozor iqtisodiyotida narxlar odatda bosqichma-bosqich oshib boradi. Masala shundaki, bu oshish tez bo'ladimi yoki nazorat ostida bo'ladimi? Agar inflyatsiya pastroq bo'lsa, odam o'z daromadini rejalashtira oladi. Agar inflyatsiya yuqori bo'lsa, bugun olgan maoshingiz ertaga kamroq narsaga yetadi. Masalan, bir oila oyiga 6 million so'm daromad qiladi. Bugun ularning oziq-ovqatga 2 million, kommunal to'lovlarga 500 ming, transportga 700 ming, kreditga 2 million, qolgan ehtiyojlarga 800 ming so'm ketadi. Agar narxlar yilga o'rtacha 10% oshsa, bir yildan keyin o'sha xarajatlar taxminan 6 million so'mga chiqishi mumkin. Agar daromad ham 10% ga oshsa, oila joyida qoladi. Lekin daromad 5% ga oshsa, yetishmovchilik boshlanadi. Shuning uchun maosh oshgani haqida eshitganingizda qancha oshdi degan savoldan tashqari narxlarga nisbatan oshdimi deb ham so'rashingiz kerak. Ikkinchi masala so'm kursi. So'mning dollarga nisbatan kursi faqat almashuv shoxobchasidagi raqam emas. U import mahsulotlar narxiga, telefon, maishiy texnika, avtomobil ehtiyot qismlari, dori-darmon, kiyim-kechak, hatto ayrim oziq-ovqat narxiga ham ta'sir qiladi. Chunki ko'p mahsulotlar yoki ularning xomashyosi chetdan keladi. Agar dollar qimmatlashsa, import qiluvchi tadbirkor o'z tannarxini so'mda yuqoriroq hisoblaydi va oxirida bu narx xaridorning cho'ntagiga tushadi. Masalan, do'kondagi muzlatgich $100 ekvivalentda keladi deylik. Dollar 500 so'm bo'lsa,
mahsulotning valyutadagi qiymati 5 million so'm atrofida bo'ladi. Agar kurs under 1000 so'mga chiqsa, o'sha mahsulot allaqachon 5 million 600 ming so'm bo'ladi. Bunga bojxona, transport, ombor, soliq, do'kon foydasi qo'shiladi. Natijada oddiy xaridor nega texnika qimmatlashdi deb hayron bo'ladi. Sabab faqat do'konchi emas, butun zanjir. Uchinchi masala pensiyalar. 2029 yilgacha pensiya tizimida asosiy bosim aholi soni, ishlayotganlar soni va budjet imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Pensiya oshirilishi yaxshi, lekin uni moliyalashtirish uchun iqtisodiyotda rasmiy ish o'rinlari, soliq tushumlari, pensiya jamg'armasiga badallar ko'payishi kerak. Agar odamlarning katta qismi norasmiy ishlasa, ertaga pensiya tizimiga yuk tushadi. Shuning uchun bugun konvertda maosh olayotgan odam ertaga pensiya hisoblanganda o'z zarar ko'rishi mumkin. Masalan, 2 kishi bir xil 5 million so'm ishlab topadi. Birinchisining maoshi rasmiy, barcha badallar ko'rinadi. Ikkinchisi esa hujjatda 50 million ko'rsatiladi. Qolganini qo'lga oladi. Bugun ikkinchi odamga qulay tuyulishi mumkin. Chunki soliq kamroq deb o'ylaydi. Lekin yillar o'tgach pensiya tayinlashda rasmiy daromad va ish staji muhim bo'ladi. Shunda u men aslida ko'proq ishlaganman desa ham hujjat gapiradi. Pensiya masalasida og'zaki kelishuv emas, rasmiy hujjat hal qiladi. 4-masala 2029 yilgacha davlat ham, xususiy sektor ham ish haqlarini oshirishga majbur bo'ladi. Chunki malakali ishchi kuchi qimmatlashyapti. Lekin hamma sohada bir xil bo'lmaydi. IT, qurilish, eksport, xizmat ko'rsatish, logistika, moliya, tibbiyot kabi sohalarda malakali mutaxassislar daromadi tezroq oshishi mumkin. Lekin faqat bitta oddiy ko'nikmaga ega bo'lgan. O'z ustida ishlamaydigan odamning daromadi inflyatsiyadan orqada qolishi xavfi bor. Oddiy misol, bugun bir sotuvchi 10 million so'm maosh oladi. Agar u faqat kassada turishni bilsa, maosh sekin oshadi. Lekin u mijoz bilan ishlashni, onlayn savdoni, mahsulot hisobini, ombor dasturini, reklama asoslarini o'rgansa, u administrator, menejer yoki kichik do'kon boshqaruvchisi bo'lishi mumkin. Shunda uning daromadi 5-7 million so'mga chiqishi ehtimoli bor. Demak, 2029 yilgacha eng katta himoya faqat pensiya yoki maosh oshishini kutish emas, balki o'z malakangizni oshirishdir. 5-masala kredit olganlar. Agar sizda uzoq muddatli kredit bo'lsa, ayniqsa ipoteka yoki avtomobil krediti bo'lsa, ikki narsaga qarang. Foiz stavkasi va daromadingiz barqarorligi. Inflyatsiya yuqori bo'lgan davrda qat'iy foizli kredit ayrim holatda foydali bo'lishi mumkin. Chunki vaqt o'tishi bilan pul qadrsizlanadi, lekin sizning to'lovingiz bir xil qoladi. Ammo bu faqat daromadingiz ham oshib borsa yaxshi. Agar daromad oshmasa, kredit yuki og'irlashadi. Masalan, siz oyga 3 million so'm kredit to'laysiz. Bugun maoshingiz 8 million bo'lsa, bu daromadning 37% bu xavfli, lekin boshqarish mumkin. Agar narxlar oshib, boshqa xarajatlaringiz ko'payib ketsa, o'sha 3 million sizga og'irroq tuyula boshlaydi. Shuning uchun kredit olishdan oldin men har doim 3 ta savol berishni maslahat beraman. Ish joyim barqarormi? Zaxira pulim bormi? 3-6 oy daromadsiz qolsam to'lovni qila olamanmi? Birinchi nozik jihat. Rasmiy inflyatsiya bilan bozor inflyatsiyasi farq qilishi mumkin. Rasmiy inflyatsiya ko'plab mahsulot va xizmatlar soati bo'yicha hisoblanadi. Lekin sizning oilangizda go'sht, un, yog', dori yoki ijara xarajati asosiy bo'lsa, aynan shu mahsulotlar qimmatlashsa, siz inflyatsiyani ko'proq sezasiz. Masalan, umumiy inflyatsiya 9% bo'lsa ham, ijara 20% ga, dori 15% ga, go'sht 8% ga oshsa, oddiy oila uchun bu ancha og'ir bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshishi hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir o'z uyida yashaydi, farzandlari yordam beradi, dori xarajati kam. Bunday odam pensiya oshishini sezishi mumkin. Lekin yolg'iz yashaydigan, doimiy dori oladigan, kommunal to'lovlari ko'p bo'lgan pensioner uchun hatto oshirgan pensiya ham yetmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar uchun faqat pensiya miqdori emas, imtiyozlar, subsidiya, tibbiy yordam, mahalla orqali yordam dasturlari ham juda muhim. 3-nozik jihat, kurs o'zgarishi hamma narsaga darhol ta'sir qilmaydi. Ba'zi mahsulotlar eski zaxiradan sotiladi. Shuning uchun narx birdan oshmaydi. Lekin yangi partiya kelganda narx o'zgaradi. Shuning uchun odamlar ba'zan dollar oshdi, lekin narx oshmadi-ku deb o'ylaydi. 1-2 oy o'tgach esa qimmatlashuvini ko'radi. Ayniqsa maishiy texnika, ehtiyot qismlar, qurilish materiallari, import dori-darmonlarda bu ta'sir kechikib keladi. 4-nozik jihat. Davlat tomonidan narxlarni ushlab turish vaqtincha yordam berishi mumkin.
lekin har doim ham uzoq muddatli yechim emas. Agar mahsulot tannarxi oshib ketsa, lekin narx sun'iy past ushlab turilsa, tadbirkor zarar ko'radi yoki mahsulot kamayadi. Natijada tanqislik paydo bo'lishi mumkin. Eng sog'lom yo'l ishlab chiqarishni ko'paytirish, raqobatni kuchaytirish, logistika xarajatlarini kamaytirish va monopoliyalarga yo'l bermaslikdir. Narxni buyruq bilan emas, bozorni to'g'ri ishlatish orqali barqarorlashtirish samaraliroq. 5-nozik jihat. Hamma jamg'armani dollarda saqlash ham har doim mukammal yechim emas. Valyuta ayrim xavflardan himoya qiladi. Lekin siz xarajatlaringizni so'mda qilasiz, daromadingiz ham so'mda bo'lsa, hamma pulni dollarga aylantirib qo'yish ham qulay emas. Bundan tashqari, valyuta kursi qisqa muddatda turlicha yurishi mumkin. Men odatda odamga jamg'armani bo'lib saqlashni maslahat beraman. Bir qismi so'mda kundalik ehtiyoj va favqulodda holatlar uchun, bir qismi barqarorroq aktivlarda, imkoniyat bo'lsa, ta'lim, kasb, asbob uskuna yoki kichik biznesga investitsiya sifatida. 6-nozik jihat. 2029 yilgacha faqat narxlar emas, xarajatlar tarkibi ham o'zgaradi. Masalan, elektr va gazdan foydalanish tartibi, yoqilg'i narxlari, kommunal xizmatlar, sug'urta, tibbiy xizmatlar, ta'lim xarajatlari bosqichma-bosqich aholi budjetida kattaroq o'rin egallashi mumkin. Bu degani, oila budjetini eski usulda yuritish qiyinlashadi. Avval odamlar oy oxirigacha yetkazsak bo'ldi deb yashagan bo'lsa, endi har oy aniq hisob-kitob qilish zarur. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men umumiy gap emas, aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Oilaviy budjet daftarini yoki telefon jadvalini yuriting. Har bir xarajatni yozing. Oziq-ovqat, transport, kommunal, dori, kredit, kiyim, ta'lim, internet, mehmon, to'y, yordam, mayda xarajatlar. Bir oy yozsangiz, pul qayerga ketayotganini ko'rasiz. 3 oy yozsangiz, qaysi xarajat doimiy, qaysi biri ortiqcha ekanini tushunasiz. Juda ko'p oilalarda muammo daromad kamligidan tashqari, nazoratsiz mayda xarajatlarda ham bo'ladi. Ikkinchi qadam. 3 oylik zaxira fondi yarating. Agar oilangiz oyiga 5 million so'm sarflasa, kamida 25 million so'm favqulodda zaxira qilishga harakat qiling. Bu pul to'y, telefon, dam olish uchun emas. Bu ish yo'qolsa, kasallik bo'lsa, kredit to'lovi kechiksa, zarur vaziyatda ishlatiladi. Zaxira bo'lmagan odam har qanday muammoda qarzga kiradi. Qarz esa keyingi oylarni ham og'irlashtiradi. 3-qadam, kreditlaringizni qayta ko'rib chiqing. Bankka boring yoki mobil ilova orqali shartnomangizni tekshiring. Foiz stavkasi qancha, qolgan qarz qancha, muddat qancha, muddatidan oldin yopish imkoniyati bormi? Jarima bormi? Agar bir nechta qarzingiz bo'lsa, eng qimmat foizli qarzni birinchi yopishga harakat qiling. Kredit kartalar, mikrokreditlar va tezkor qarzlar odatda eng xavfli bo'ladi, chunki ularning foizi ko'pincha yuqori. 4-qadam, pensiyaga tayyorlaning. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ish stajingizni tekshiring. Ish beruvchingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Maoshingiz to'liq ko'rsatilganmi? Soliq va badallar yuritilyaptimi? Buni MyBank.uz, soliq organlari xizmatlari yoki tegishli elektron platformalar orqali tekshirish mumkin. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, ish joyingiz buxgalteriyasiga murojaat qiling. Mehnat shartnomangiz, buyruqlar, maosh varaqalari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixini saqlang. 5-qadam, pensionerlar hujjatlarini tartibga solsin. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda pasport yoki ID karta, mehnat staji bo'yicha hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlar yoki qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizda eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bunday ishni oxirgi daqiqaga qoldirmang, chunki bitta ma'lumotnomani topish ba'zan haftalab vaqt oladi. 6-qadam. Subsidiya va imtiyozlarni tekshiring. Ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli yordamdan foydalanmaydi, chunki bilmaydi yoki baribir bermaydi deb o'ylaydi. Mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Agar oilangiz kam ta'minlangan bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, yolg'iz pensioner bo'lsa, uy-joy, kommunal, tibbiy yoki boshqa yordam dasturlarini tekshiring. Murojaat qilganda yozma ariza qoldiring. Ariza raqamini oling. Javob muddatini so'rang. 7-qadam, malakangizni oshiring. Bu maslahat hammaga birdek kerak. Agar siz haydovchi bo'lsangiz, logistika dasturlarini o'rganing. Agar sotuvchi bo'lsangiz, onlayn savdo va mijozlar bilan ishlashni o'rganing. Agar tikuvchi bo'lsangiz, dizayn ijtimoiy tarmoqlarda buyurtma olish, mahsulotni qadoqlashni
o'rganing. Agar o'qituvchi bo'lsangiz, onlayn dars, test tayyorlash, metodika, til bilish darajasini oshiring. 2029 yilgacha pulini eng yaxshi himoya qiladigan odam o'z daromad manbasini kengaytirgan odam bo'ladi. 8-qadam katta xaridlarni oldindan rejalashtiring. Uy ta'miri, texnika, avtomobil, to'y, o'qish, davolanish kabi xarajatlar birdan qilinsa oila budjetini sindiradi. Agar 6 oy oldin reja qilsangiz, narxlarni solishtirasiz, aksiyalarni kutasiz, ortiqcha kreditdan qochasiz. Masalan, 10 millionlik texnikani birdan kreditga olib, 1,5 million qilib qaytarishdan ko'ra, 6 oy davomida oyiga ilk 25 milliondan yig'ib, bir qismini naqd to'lash ancha foydali bo'lishi mumkin. 9-qadam, pulingizni bitta joyda saqlamang. Kichik bo'lsa ham jamg'armani bo'ling. Kundalik pul so'mda bo'lsin. Zaxiraning bir qismini bank omonatida saqlash mumkin, lekin bank shartlarini o'qing. Foiz, muddatdan oldin yechish sharti, soliq, kafolat. Valyuta kerak bo'lsa, uni maqsad bilan oling. Masalan, import tovar, o'qish, safar yoki uzoq muddatli himoya uchun. Hech qachon shoshilinch vahima bilan hamma pulni bir kunda almashtirmang. 10-qadam, yangiliklarni to'g'ri o'qing. Har bir xabarni vahima bilan qabul qilmang. Narxlar oshadi, so'm tushadi, pensiya ko'payadi degan gaplarni eshitganda manbasini tekshiring. Rasmiy qaror bormi, muddat bormi, foiz bormi, kimlarga tegishli, qachondan kuchga kiradi? Ba'zan odamlar mish-mish bilan qaror qiladi va zarar ko'radi. Masalan, dollar oshar ekan deb qimmat paytda sotib oladi, keyin kurs pasaysa yutqazadi. Yoki hamma narsa qimmatlashar ekan deb keraksiz mahsulotni ko'p olib qo'yadi. Pulini muzlatib qo'yadi. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda faqat bitta daromad manbasiga ega oilalar. Ikkinchi, katta kredit yuki borlar. Uchinchi, rasmiy ish staji yo'q yoki hujjatlari tartibsiz odamlar. To'rtinchi, daromadi so'mda, xarajati esa valyutaga bog'liq bo'lganlar. Beshinchi, dori-darmon, ijara, transport xarajati yuqori bo'lganlar. Bu odamlar hozirdan reja qilmasa, narxlar o'zgarishi ularga kuchliroq ta'sir qiladi. Kimlar kamroq xavotir olish mumkin? Daromadi barqaror va o'sib borayotganlar, zaxira fondi borlar, kredit yuki pastlar, rasmiy staji tartibli bo'lganlar, bir nechta daromad manbasiga ega bo'lganlar, malakasini oshirayotganlar. Lekin bu umuman xavotir olmang degani emas. Bu faqat sizda himoya yostiqchasi bor degani. Iqtisodiy vaziyatda eng katta xato beparvolikdir. 2029 yilgacha bo'lgan rejalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodda o'sish ham bo'ladi. Narxlar bosimi ham saqlanadi. Pensiya va daromadlar oshirilishi kutiladi. Lekin odamning real hayot hammasi narxlar bilan daromad o'rtasidagi farqqa bog'liq bo'ladi. Men sizga eng muhim fikrni aytaman. Faqat davlat oshiradigan maosh yoki pensiyani kutib o'tirmang. O'z budjetingizni hisoblang, hujjatlaringizni tartibga soling, kreditlaringizni nazorat qiling, zaxira fondi yarating, malakangizni oshiring. Agar siz bugundan boshlab pulingizni ongli boshqarsangiz, 2029 yilgacha bo'lgan o'zgarishlardan qo'rqmaysiz. Aksincha ularga tayyor bo'lasiz. Agar beparvo bo'lsangiz, hatto pensiya yoki maosh oshsa ham narxlar uni yeb qo'yishi mumkin. Sizningcha 2029 yilgacha narxlar eng ko'p qaysi sohada oshadi? Oziq-ovqatdami, kommunal to'lovlardami, dori-darmondami yoki uy-joydami? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, butun oilaga kerak.